Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana ofisimiz O'zbegim uylari, Baxtiyor Soliyev ustozimiz ofislari bo'ladi. Uy-joy 60 oyga bo'lib to'lashga domla ham qurilyapti. Xabaringlar bor. Mana ofisimiz, kichkina ofisimiz bu, katta ofis ham bityapti. 60 oyga bo'lib to'lashga qurilayotgan uylar boshlanyapti. Yana 3-4 ta obyektlar. Mana Baxtiyor Soliyev, Xurshid To'rayev, Fayzulloh, Dilshod aka, Oqbola, mana ustozimiz o'zlari, mana katta ustoz Oybek Qosimov, mana yaxshi insonlar bu yerda, hammasi el yurt xizmatida yurgan bolalar, yigitlar. Salomat bo'lishsin, umrligi uzoq bo'lsin. Mana Xurshid To'rayev o'zlari yaqinimiz bo'ladilar. Mana Orifon G'azalkent qurilishida tushishgan. Umra safaridalar, 3-marta borganlarida ustozimiz tushganlar. Mana yigit Qilich, salomat bo'lsinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Baxtiyorbek Soliyev, Sher Pozitiv, Akrom Doda, Dilshod aka, Oqbola, mana oppoq bola. Mana xullas, mana masjidda ofisimiz.